yaxshi. Yaxshi. Naydi yaxshi. U begim bilan xo'jam choy poy ichib oramagandan keyin mashq qilsizlar. Qani marhamat. Qani, o'ltasizlar. O'ltasizlar. Xo'sh qani. Xo'sh qani. Çambaşlıqda xeyli yetişib qapla. Yo'g'isi, sizning maslik çambaşçılıqlari qaltiskan. Jang Mingshing to'sma ulgurmay, mushtirning zarbisidan yer bilan yaksan bo'ldi. Bu hunarni o'ng'ayliqcha ishlatmayman. Jang Mingshing intayin usal nima ekan, shuni tetib qo'ydim. U o'ng'ay qutulib oldi. Menga o'g'itib qo'ysa bo'ldi ekan. Ma'qul. Mərslik çambaşçılığıda düşman qalaymı qallaşdırıldı. Mərs qiyafətdə pəkni tallaş gerek. Qarab dostlar. Kuyumdun ay çıkarış. Işıkını qollaş. Udur ki kolunu girerleştiriş. Üstüge. Bastağa. Tətrüsüge. Kikirdek deniş. Ama bunu asallıkçı işletmesi gerek. İşletişki doğru kelgen pekni dallabı kalbi kılıç gerek. Bekzade. Sırkavalı yamanıdın bağır kepti. Ağa. Qarşıda. Can Surkavlısını təklif qıptı. Boptu. Əməsi baray. Ağa. Aldırımızda. Qandaq deylə. Can Surkavl bilen Jang Mingshing Jang Qurbiginin badı keldisi qoyuq. Şu sebepten Jang Mingshing Mingju nayisdə ölktemli qılıp yürüydü. Sile Jang Mingshingni qattiqtun bağlıla. Surkavlının sını təklif qışıda çoğum sebep var. Bunun den yamanlıq bırap durdu. Bırak. Pikir pişivalarının Gundahan üstüki gunakkar. Onun üstüki Surkavl pişivalarının üstüdeki emeldar. Bağımısan bulamdı. Emma. Qo'qmisli Afgan. Pekir hazır qapaz ichidagi yo'lvoz, xalqning eligidagi odamman. Biroq u chekidan oshirib etsa, meningmi munosib choram bor. Begimga ma'lum bo'g'ay, o'sin keldi. Kirson. Xo'sh. Haalanda olsun. Salamlı gel. Turib. O'tirib, azima. Begimga ko'p rahmat. Boy bəstiniz taq turğunuzdan qaraganda yolvasını muşla öldürgüçülüğünüz var ekan. Pekir layaqəsizmi? Anlaşımca Jang Mingshingni rasa tombalapsiz. Bu gap rostmi? Rost. Yaraysiz. Qani o'tir. Jangjung degan mutaham to'la askilik qildi. Men shuncha ogohlandirsam-mu, so'zimga quloq solmay, aksincha meni dushman ko'rdi. Endi sizga tiz bukibdi. Bu ishdan hamma odam xush bo'ldi,
men xalqning bir harbiy amaldori bo'lg'ach, Batur azimatlarni bakmo hurmatlayman. Sizni nəhayət usta çambaşçı, mərdu mərdanı adam deb danqınızını anlığandım. Bugün yağmurluğa təklif qilishimda 100 lirani məsləhətləşdirən mühim bir iş batdı. Begim, əmir qısla. Pekir təyyar mən. Oltum. Xoş. Yağmurumuzda bir neçə olan ba. Çambaşçılıqni öyrənməkçi. Sizni şularga ustaz bo'lib, hünürni o'tib qo'yamikin deb chaqirib edim. Bu ishqa ra'yingiz qandaq, Pekir gunohkorman. Shundaq. Bu ish to'g'risida mening beshim qatqan. Ammo menga Yangu ambili Shibige havola qilib edi. 只好请武壮士暂时委屈喽。二位大人， Vaqtincha Tog'dek iltifot ko'rsatishiblar. Ixlos bilan kuch chiqarsangiz, mendan sizga nafti. 3 yillik jazo muddati toshqanda 1000 jo kirasidan bir kishilik maoshal qilib beraman. Shunda qobiliyatlik azimatning bir yer mansub bo'lmasa bo'lamdi. Qandoq deysiz? Janoblarning beshimni silg'anliqlaridan Pekir intayin minnatdorman. Xo'sh, qani. Ularni chaqir, mashqovulga salom bersin. Mashqovul. Xo'sh, qani kiringlar. Ochiq ko'ngil, azimatgansiz, azimat. Qani, kelinglar, ustozinglarga salom beringlar. Salam, ustoz. Turinglar. To'xta. Berib olamab turinglar. Xo'sh. O'g'il bola degan yoqig'i chiqib, yig'lam degan, ha? Ma. Ha. Berib yuyinib ormag'in, ha? To'xta. Men degandim-ku. Ko'p uyg'unishda dumbalinib yiqilib pish kerak. Yengilib qolganda yig'lasang, qandaq o'g'ini? Amis neymiş yıkıldın? Ben. Oğlum. Ustazında yaşıyordak neymiş bahtı? Ben. Korkduğum. Nemeden kork sen? Kork. Beni uğradı da mı? Ben hiç kaçan şagirdlerimle uğrup bakmağa. Mening korkduğum o Lilongda hocalarga aytsa, o meni so'ydi. Ha? Degine, saati nima ish? O hocalarning jiyani. Hamisha bizim bo'za qildi. Qo'y bermasam, o berib chaqdi. Bugun atdigan hocalar meni 20 qamchi urdi. Chilishqanda yengilib bersan, qo'lyon demaysan dedi. Shunga yengilib qoldim. Bunday keyin baslashganda qandoq ur desam, shundoq urasan. Uqdingmi? Uqdim. Yaxshi. Yur. Sana bir necha hunar o'rgatib qo'yay. Ma'qul.
qadam tashlab qipla. Marhamat. Obdan. Taqsir, ko'zdan ko'chirgayla. Xo'sh, qani. Ha. Taqsir, yo'l buyruq bergayla. Yaxshi ekan. G'olamlar chambarchilikqa xilib pishib qopti. Qani, hali birisiga 2 sardan ko'mish inom qilinsin. Xo'p. Mashqovul hunar o'rgatishga xili moyir ekan, moyir ekan. Yo'qsa. Mashqovul. Xo'sh. Yağmurluğu kegili bir aydan açtı. G'olamlarni tarbiyalayman deb ko'p jafo chekdingiz. Bugun Jo'ngchu bayrami ekan. Kechda oy tomoshasini birga qilaylik, Janoblarga ko'p rahmat.
Үйlen kız. Meşkavulga mey tut. Hoş. Meşkavul. Hoş kene. Köp rahmet begim. Pekir'e icazet. Nemiş kaldırdınız? Begim balı çakıları bilen aynı tamaşa kılıp atkan yerde Pekir oңайсыздын dikenmi? Meşkavul nädigi gapni qildi ekansiz? Sizning batur mardligingizga havisim kelib, sizni öz odam hisoblab atsam, yana nimaga oңайсыздынsiz, ha? Yo'g'isi, mening ozroq Begimning siz bilan maslahatlashadigan ishi bor. Xo'sh. Yulan, sen chiqib turgin. Birdamdan keyin sana deydigan gapim bor, ha? Xo'sh. Meşkavul, o'ltiring. Meşkavul, sizningcha boyqi naqshi aytgan Yulan qiz qandaqaroq ekan? Yulan mening asramli qizim. Bu yil 19 yoshga kirdi. O'zi hushyor, chechan, nag'ma navog'i mohir, qo'li apchil, to'limi chivar qiz. Siz o'zingizmi qaddi qomatlik, kelishgan, usta chambosh ekansiz. Ikkinglarga Xudo qo'shgan bir juft qo'shmoqlardan ekansizlar. Men sizning o'ylanmaganligingizni uqib, Yulanni sizga qo'shib qo'yay dedim, bilmadim. Sizning ra'yingiz qandoq ekan? Pekir gunohkor tursam, qanday qilib janoblarga kuyug'ul bo'la olayman? Bo'ldi. O'zir aytmayli qo'ying, ha? Ikkinglarni choy ishkizib qo'yib, 3 yildan keyin to'yinglarni qilsak, siz qandoq bo'la? Bu darvaqa nikoh ishi umrlik ish. Mashqovulning o'ylang'ini tuzuk, ha? Ammo xanim ikkimiz bu gapni yaxshi ko'nglimiz bilan da'vatimiz. Men gapimdan hargiz yonmayman. Sizga ig'ir kagidek yeri bo'lsa, hamma ishni mana men ustimga olaman. begim bilan xanimning iltifotiga ko'p rahmat. Men Rasululloh nima? Biror ishdan ansirab o'tamsiz? Men o'ylanib boqay. Ruxsat qilsa. Xo'p. Hozircha aram eling, ha? Aram eling. Xo'sh. Xanim, o'zlari birga baraydimlar. Men chiqib, Yulianga marhamat. Hey Yulian, shuncha yillardan beri seni o'z qizimdek ko'rib, go'hardek asrab keldim. O'g'ilchon bo'lsa o'ylindi, qizchon bo'lsa yotliq bo'ldi. Umr bo'yi qiyr qiz bo'lib o'tolmaysan-da. Men bir ojiz qiz, to'y ishiga oldirib ketmaginim tuzuk. Shundoq. Begim bir qancha kishining gapini qilib edi, birini ko'ngli qara, birini payliyaman deb hech qaysi unamadim. O'zlari beshimni silg'ashqa bu kunlarga erisha oldim. Bu
Bugün akşam billa ay tamaşası qilgan Mashqovul Vusun qandaqaroq kishgan? Onu yolg'az o'ltirgan, qotillik qilgan palandi deb angladim. U Jingyangda unda yolg'az o'ttirgan Batur. Akısının antini elish uchun 2 odamni o'ttirgashga, uni mishaga polib etgan. Anlasam bu yerdimi Jiang Minshingni rosa dumbalaptı. Begimning Jangjong bilan keldi ba'zi stroqliq. Mashqovulni nimishqa yomilga taklif qilgandi. Begim o asl chamboshchi. Usta chamboshchi azimatlarni u bek izzatlaydi. Mashqovul palandi bo'lsa-mu, oz uchraydigan Batur, kam tepildigan mard. İkkinlarcha bir-biringlarga loyiq, rizqinglar qo'shilgan qo'shmoqlar ekansizlar. Bu gapni begim tunugin menga devidi. Men darhol rozilik bildirdim. Bo'ldi, bu ishqa men o'zim ega. Sen xotirjam bo'lavergin. Ko'ngling gaping bo'lsa, men kelib dersen. O'zlari nima desa shu. Men buyruqlarga bo'ysunaman. Yaxshi. Baldıroq aramag'in, uzatmayli qo'y. Xo'sh. Begimning degini bo'yicha qaltisish yo'qdi. El qipalandi, endi uxlab tushgo'sin, ha? Olsun palavan. Xon qiz, bu yerim kechida
Neymiş geldiniz? Akşam ay tamaşası qilganda sizni ko'rib, Batır azamatligingizga ko'nglimdan qayil bo'ldim. Bekir layakatsiz, günahkar adam ben. Han kızının tün kechida yo'qlab kelishiga arzimayman. Palvon, xato tushunib qolmang. Men sizga deydigan muhim ishim botdi. Har qancha muhim bo'lsa-mu, ayt desingizmi bo'ladi. Palvon, men uyga kirib deb beray. Men azaldan ochiq yo'riq odamman. Siz ko'nglingiz tuzug'ashqa, xalqning tozig'iga tushib qilyapsiz. Tuzaqqa? Bu ishda tuzaqqa hargiz tushmayman. Sizdan ansirab, xavf-xatarga qaramay, bu yerga kelsam, menga ozor berib, nimalarni da'vatsiz. Palvon, beshingizga cho'ng balo qazo kelyotidi. Palvon, ehtiyot qiling. Kızınlar kargı mı? Oğlunu tutmayı, beni tutamsılar. Gideyim geldi. Ma'qul. Gapni begimning oldida qilishaylik. Atmanglar. Buna. Begimga ma'lum bo'lg'ay, o'g'ri tutildi. Begim, men o'g'ri tutqili chiqsam, bular o'g'rini qo'yib, meni tutib oldi. Shundoqmish qilamsizlar? O'g'rini tutsang, meli bilan tut degan gap bor. Uning o'g'riga melni qo'l ushadinglarmi? Xo'sh taqsir tek oqtirmadik. Qamlashmagan ish. Xo'p. Qeni 100 lirani turibdimiz. Sizlar üstü beşimni aqtirib ko'ringlar. Agar mol tepilsa, har qanday jazoga roziman. Bu gap o'rinliq bo'ldi. Aqtirib beqinglar. Xo'sh. Bakın. Mana begim. Bağlala. O palandı oğri. Men seni adem bolsun deb beshingni silisam, moshundaq eski ishlarni qildingmi? O'g'ri deganning tuzalmigi taskan. Qani sizlar? Laray. Buni qamab qo'yib chin saqlanglar. Tang atqanda noji yomilga avatib beramiz. Hey, sizlar ziyonkashlik qilyapsizlar. Ziyonkashlik qilyapsizlar.
Hocam. Yomon bo'ldi. Hocalar, nima ish bo'ldi? Nima gap bo'lsa oldirmaydingizlar. U begimga qor chaplabdi. Nima ish bo'pti? Jansur Gavul uningga uyimdagi oltin kumushni o'g'rildi deb tuhmat qildi. Bugun atdigan yomoldi so'roq qildi. Rost yolg'onligini surishtirmay, qiyin qistoqqa olibdi. Hozir O'zing begimning o'lik tirikligi noma'lum. Meni de balağı kaldınız. Azaplandınız. Ben kukum talkan. Hatta hanı veren bolsam mı? Sizni çokum kutkuzumen. O begim yaxshi odam. Silimi mard yigit. Men qirimi siliga tang yugurishib beray. Ombal yomilini Jansur Gavul bilan Jangminshin indaki keltirib olgan. Silimi uni buni yo'qlaydigan bo'lsalar, O'zing begimni qutqizib qolg'ili bo'ladi. Shundoq. Rahmat, xo'jidor. Darhol yombu kumush tayyorlasizlar. Bizim bir nechini indaki keltirib, og'amni qutqizib chiqaylik. Obdan. Who are you? Who are you? Dostum begim. Siz benim boz hoşunuz geldiniz. Sen kim? Meni Şi hocam kirgizgan. Sizden xabar olaman. Şi hocam sizni qutuldirman deb uyan bilan chepib yuriydi. Ular menga nima jazo bermoqchi? Necha kun bo'ldi Jangminshin surkal va atraf qatirab xelisini setib oldi. Sizga o'lim jazosi berish qattiq tutdi. Şi hocamning kishilarni ishga selyapti. Oxiri nima bo'larkin tam? O'zing begim, siz ansirmang. Oldi bilan jarohatdan saqaysin, ha? Bu qissasini olmasam, men odam bo'lmay ketay.
Ambal begim, uzatmadım emese. Taqsir, turib qasla, turib qasla. Mavi işitmekçini şunç pulumla haşlap durup yana pahalandığı qo'lliq qilyotidi. Surkavul begim, mubada usunu ötemasdan ince opal ötedigan bolsa, yolvasını taqqı qo'yib o'tgandek yo'ludi. O chaqda her ikkimizga cho'ng bir balo bo'ldi. Men bilan nima aloqasi? Men 3-darajalik surkavul turug'liq. Bir oydan oshdi. Atidan kechgacha palandini mehmon qildim. Endi kelib, sen qurgan tozoq vusuning jinnilish uyoq tutsin, aksincha meni chiyab qo'yotdi. Endi men qanday qilaman? Taqsir, kaminaları yana nima? Bergen 3 mo'sa ko'michingni vusunga hajlab bo'ldim. Sening chiza uni mening melimni o'g'irladi demaklik bilan o'limga ko'p qilib bo'ladi ekanda. Bir necha mingsa ko'mishga bir odamning jinni sitvog'li bo'ladimi? Kalva odam kelsa. Qurbegim, gap qislichu, gap qisla. Taqsir, sabr qisla. Ish bu yerga yetganda boshqa amalni qilsak, kerakli pulni jonimiz tayyorlasa. Shundoq, meyxona qo'limga keladiganlar bo'lsa, har yili begimga necha ming so'm ko'mish to'p qilib turman. Buningda gap yo'q. Shug'unisi, o'zim Minju shahridan tirik chiqmasa bo'ladi. Bu ish bilan mening aloqam yo'q. Yo'qolan ishlarga endi aralashmayman. Xotirjam bosla begim. O'singni ujuqtirishda sizlarga chang yuqtirmaymiz. Taqsir, sirni chin saqlab aralashmay baslali bo'ldi. Rahmat begim. Totala. Bu ishni puxta o'ylab, obdan qilinglar. Xo'sh. Birinchidan, qo'l ostindagi cheraklardan birini ishlatishga bo'lmaydi. Xo'sh. Ikkinchidan, Minju shahrida qo'l silishga bo'lmaydi. Shundoq. Shuni aytib qo'yayki, insijin yo'q joyini tepinglar. Obdan. Faqat iz qoldirmaslik kerak. Uchinchidan, ish bitgandan keyin darhol menga xabar qilinglar. Esinglarda bo'lsin. Xo'sh, xo'sh. Yo'l ko'rsatganliklaringga rahmat. Inim. Biling. Ko'pni ko'rganning fahmi ko'p bo'ldi. Ish tugagandan keyin begimning iltifotiga rahmat aytasiz, ma?